Bo'ldi istayapmiz. Xo'sh, hozir sizlar bilan qanday g'udurlikni aniqlash bo'yicha tajriba o'tkazib olamiz. Dastlab o'lchash asbobimizni, ya'ni Time 3200 markali rusumli g'adir g'udurlikni o'lchash vositasi. Buni kalibrovkasini amalga oshirib olamiz. Demak, buning uchun namuna bor. RA08 qiymatga ega bu namunada. Demak, namuna bo'yicha RA ning qiymati 0.8 edi. Hozir bizda qiymat 0.771 mikrometr qiymatni ko'rsatyapti. Xo'sh, ana endi mana bu shisha namunani, demak, sirt yuzasi g'adir g'udurligini tekshirib ko'ramiz. Demak, buning uchun priborni joylashtiramiz. Pribor tekis turishi kerak, buni ta'minlashimiz kerak. Endi kamerani sekin yaqinlashtirib olib keling-chi. Hozir mana shu shisha namunani sirt yuzasida g'adir g'udurlik, ya'ni RA ning qiymati qanaqa? Bizga ko'rsatib beradi. Nol butun mingda 21 mikrometr. Bu birinchi o'lchash natijasi. Mana bu tugmani bosimdan qiling. Ikkinchi o'lchash amalga oshiriladi. Bunda 0.11 qiymatni ko'rsatyapti. Farq bilan. Mingda 10 mikrometr farq bilan. Xo'sh, hozir ozgina pozitsiyani o'zgartiramiz. Yana bitta bosingchi. Üçüncü natijamiz 0.16 mikrometr. Demak, bizda 3 ta qiymat bo'ldi. 0.21 mikrometr, 0.11 mikrometr va 0.16 mikrometr. Demak, uchalasini qo'shib o'rtacha arifmetik qiymatni olsak, RA ning o'rtacha arifmetik qiymatini topgan bo'lamiz.